Mahallada yagona bo'lib turgan uyimizni biz sizlarga ko'rsatamiz. Bu uyimiz nimaga mahallada yagona desanglar, bitta ko'ringlar, mana buni ko'ryapsizmi? Uyimiz high-tech uslubida qilib ketilgan Mirzo Ulug'bek tumani Sentrum uchastkasida joylashgan uyimiz bo'ladi. Haqiqatda chiroyli qilib ketishgan. Mana basseynlarini ko'ryapsizmi? Uyimizdan bu yerda bemalol basseynga sakrasangiz bo'ladi. Uyimiz haqiqatda chiroyli qilib ketishgan. Yuringlar, sizlarga orqa hovlisi bor. Orqa hovlisini ham bitta ko'rsatib o'tamiz-da. Ko'ryapsizmi? Bu orqa tomoni bo'ladi. Orqa tomonida bu yerda alohida bitta barbekue zonalar tashab ketilgan. Bemalol ovqatlar pishirish uchun bu yerda orqa hovlisi bo'ladi. Ko'rsanglar, oynalari gluxoy bo'lib qolmagan. Har tomonlama bizda oynalar qaratib ketilgan. Uyimiz 3 qavatlama iborat bo'ladi. 3 qavatlama podval qismi, birinchi qismi va ikkinchi qavatlar qilib ketilgan. Ko'ryapsiz? Hozirgi planirovkasini ichini ko'rsatib o'tamiz. Biz hozirlarga endi ichkari planirovkasini ko'rsatib o'tamiz. O'ng tomonda bizda hol qismi bo'ladi. Bitta ko'rib oling, hol qismlarini ko'ryapsiz. Bu yerda bemalol choy ichib o'tiradigan, dam oladigan zonasi qilib ketilgan. Hozirlarga endi bu tomoni bizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizni ko'ryapsiz. Alohida oshxona va bu yerda ko'cha uchun chiqib ketadigan zonasi, yuringlar. Endi sizlarga bu ikkinchi qavat, birinchi qavatimizda общий sanuzol qismi, общий sanuzol qismi va bu tomoni bizda zal qismimiz bo'ladi. Zal qismini ko'ryapsiz. Orqa hovliga qaratilgan zonasi va uyimiz bu yerda podvalga tushib ketadigan va uyimiz tepaga chiqib ketadigan zonasi va bu tomoni bizda ota-onalar uchun yotoqxonamiz. Ko'ryapsiz, o'zini bu yerda garderob xonasi va o'zini bu yerda sanuzol qismlari qilib ketilgan. Uyimiz ko'ryapsiz, planirovkalar haqiqatda boshqa qilib qo'yilgan. Endi uyimiz ichiga endi eng ketadi-yu, eng soqqa ketadigan joyi deydi. O'sha soqqa ketadigan joylarida o'zingizlar mos qilib remont qilsanglar bo'ladi. Misol uchun bir xil fasad qismini oladi, ichini o'zim xohlagandek remont qilaman deydigan odamlar uchun bu uyimiz sizlar uchun bag'ishlanadi. Past telefon nomerni qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxi pastda napisana bo'ladi. Rahmat.